Baraka tortishishda emas, baraka ko'p berishda bo'ladi. Sizga mol berayotgan odam, sizga xizmat qilayotgan odam qancha ichi yayrasa, o'sha xizmatdan, o'sha moldan sizga shuncha ko'p baraka beriladi. Baraka o'ylamay arzon olinishi yo'q, baraka siz ko'ylak oldingiz, shu ko'ylak bir kun siz badaningiz kasal qilmasa, o'zingizga uzoq vaqt buyursa, yaxshilikka buyursa, o'sha baraka bo'ladi. O baraka beri qarshi tomonda xursandchilikdan kelib chiqadi. O'shuning uchun mayli aytgan narxga olmasdan bozordagi o'rta narxni bera oling. Bozordagi yaxshi narx bering balki. Masalan biz Andijon do'p bozorida 300 mingdan boshlab 30 mingga beradi do'pini. 300 ming deydi. Siz 20 dan boshlaysiz. Oxiri 25 ga berib yuboradilar yana. Bu hatto o'sha talashishni, savdolashishni sunnat degan noto'g'ri qoidada shunaqa buzuq bozor paydo bo'ldi. Ikkalasi ham bir-birini o'marishni istaydi. Bu arzon olishni istaydi, bu qimmat o'tkazishni istaydi. Bu ham qimmat sotib olsa lo'q ekan deb xursand bo'ladi. U ham arzon olsa bobladim olmadim. Ba'zi qilib oldim deb u ham xursand bo'ladi. Bir-birimizni o'marishga o'rganib qo'yamiz, bir-birimizga murojaat qilishni.